Kasha tayyorlaganda urib oldim, svet o'chib Opa eringiz erkakmi o'zi? Uydami chaqiring? Yo'q, Ali, pastga tushib ketdilar, doriga tushib ketuvdilar. Jiyaningning mazasi bo'lmayapti. Opa, narsalarni yig'ib chiqing. Qayoqqa? Ketamiz uyga, opa. Yo'q, men ketmayman, bilasan-ku. Opa, ketamiz dedim. Yo'q, Ali, men keta olmayman. Oxirgi marta so'rayman, ketasizmi? Men ajrashish uchun oila qilmaganman. Shunaqa o'zingizni xarob qilib yashang unda. Nimaga hech kim tushunmaydi? Qo'ching hozir ancha o'zgarganlar. Uyga vaqtida keladilar. Men ularsiz yashay olmasligimni hech qaysi tushunmaydi. Jigarlarini o'ylab. Baraka topsin. Voy. Ali ketmay. Voy, adasi, assalomu alaykum, keldingizmi? Onasi, Ali bilan hamma gapingni eshitdim. O'zimni xatolarimni tushunib yetdim. Seni dunyoda eng baxtli ayol qilaman. Bolalarimni idora olib kelaman. Men ham sizni juda yaxshi ko'raman. Kira qoling. Ha.